Öy kiring ha. Bo'ldi, xo'sh. Öy kirib keting. Abla. Asli menmi bir libosam bo'pti ekan. Opa, chiroyingiz o'zgarib ketdi-ku. Nim bo'ldi? Momangiz qattiq og'riq ekan, qizim. Mama? Ha. Shadiya qizim. Men qaytib keldim. Farida. Shadiya qizim, men qaytib keldim. Farida. Sizlarga nim bo'ldi? Shadiya men gap qilmayotdi-ku. Uyda bir ko'ngilsizlik ish yuz berdimi? Telegramga kelgili qancha kun bo'ldi? 2 kun bo'ldi. Abla. Opamdan kesil eg'irgan emasmi? Siz yurtga borman deb chiqib ketgandingiz-ku. Men idoraning ozroq ishi chiqib qolib, shu yerga ketgan. Yurtga bormaganligingiz ma'lum bo'lgandan keyin idorangizni surishtirdim. Biroq idorangizdgilar sizni ruxsat so'ragan dedi. Nada yurdingiz kinta? İzdeb surishtirmagan odamim oz qoldi. Texi e'lon beray deb turgandim. Men hozir yo'lga chiqay. Idoraliklar surishtirib qolsa, opasining kesil eg'ir ekan, texi qaytib kelmadi deb qo'yasiz. Eldan! Ha? Bekra! Eldan! Opa! Nim bo'ldi, opa? Sen öydün pul aldın mı? Yo'q, olmadı. Rastdan aytmamiz putqulingni chiqib etimi? Bir haftadan buyon men dadamning yanında tursam, qandoqsiga pulingizni og'irayman. Dadangning yanına berishdan burun aldın mı? Yo'q. Olmadı. Hey! Bu öyde sen bilen menden başka hiç kim bulmasa. Sen amısan pul ne gidiyor? Qarab turib yolg'on so'zlayapsizmi? Rastdan da pulni ne ishlatding? Yeli baka bo'lmasa ma'lumotga telefon urib deymi? Yo'q, opa. Ma'lumga demisiniz. Ma'lumga demang. Men amalsiz. Tilingni chaynamay rost gap qila. Rost gap qilsang men seni ishini qilmayman. Pulni men olgandim. Hey! Shuncha jiq pulni ne ishlatding? Nima mendan so'ramading? Biraz seni bozaq qildim ya. Rostingni ayt. Yo'q, opa, meni hech kim bozaq qilmadi. Pulni dadamga berib berdim. Nima?